Xazinam to'rt til tarbiyalash markazi, hammamizning xazinasi. Zanjirdagi Z. Bu harfning talaffuz qilinishi bundoq. Z. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Z'ning ayrim shakli. Misal zirafa. Z'ning oyog'idan olingan shakli. Misal iz. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Zirafa Z harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Iz Z harfining oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuvandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Az, az, zar, zar, zat, azat, zan, arzan. Derslerimiz Türk tili, İngiliz tili, Rus tili, German tili, Uyghur tili grammatikasi, Xitoy tili, matematika, bolalar ana tili, bolalar ingliz tili. Boshlang'ich seviye, ul seviye, o'rta seviye. Tarbiyalash muddati